Jizzaxda eka bozor, ha, bu haqiqatga aylanyapti. Ko'ksaroy jamoasidan yana bir gigant loyiha. Qiziqyapsizmi? Hozir aytib beraman. Undan avval esa bir taklif bor. Jizzax haqidagi ma'lumotlarni berib boradigan Jizzaxjon sahifasiga obuna bo'lib qo'ying. Jizzaxda birinchi zamonaviy yopiq tipdagi oziq-ovqat mahsulotlari bozori. Ko'pchilik buni poytaxtdagi eka bozorga qiyoslayapti. Ammo bu tamomila boshqacha. Markaziy pavilyonda meva, sabzavot va poliz mahsulotlari, shuningdek, go'sht, sut, baliq mahsulotlari. Yondosh hududda katta assortimentdagi oziq-ovqat rastalari bo'ladi va yana bir katta bo'lim xo'jalik mollari, ya'ni xo'stovar savdosiga ixtisoslashadi. Hozirda qurilish ishlari bo'layotgan Ko'ksaroy eka bozori 3 qavatli. Undan tashqari yerto'la qismiga ham ega. Zamonaviy ushbu majmua 33 ming kvadrat metr maydonga ega va bu yerda 1000 ga yaqin savdo do'konlari mavjud bo'ladi. Qishda issiq, yozda salqin. Aravachalardan birini olasiz u bozorlik qilaverasiz. Aytgancha, tadbirkorlar uchun joy va savdo nuqtalari sotuvi mart oyida boshlanadi deyishyapti. Bozor majmuasi bu yil sentyabr oyida ish boshlashi kutilyapti. Jizzaxning eng qaynoq nuqtasiga aylanib ulgurgan Ko'ksaroyda hayot yana ham qaynaydimi deyman-da.